Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda Javob do'stlar. Hozirroq kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar do'stlar. Hozir biz Angerstack serverdamiz. Kimgadir IP kerak bo'lsa opsiyada va hozir hamma biladi. Qanaqa bosishimda IP Angerstack kirsanglar bo'ladi, mana bemalol. Shuncha odam hozir 19 ta onlayn adminlar bo'ladi, modellar bo'ladi. Hozir va nechta kirsanglar Cosmos kit beradi, Cosmos rank beradi. Bemalol olsanglar bo'ladi bundoq qilib. Kits desanglar, mana bu yerda ultra kit va ultra kit вообще. Mana bu yerda Cosmos kit bor. Cosmos degani bu kitning nomi, rank esa imperator bo'ladi. Mana shunday kit olishingiz mumkin. Serverga kirib bemalol papa qilsanglar bo'ladi. Bu videoda maqsadim nima? Kerakchi. Nikimga e'tibor bermanglar. O'zim akkauntim ban bo'ldi. Bitta chitdi deb aytmay qo'yavering. Do'stlar, bu videoda maqsad sizlarga hozir men chest yashirganman Angerstack mana shu serverda. Bemalol kirib olsanglar bo'ladi. 5 minut hozir. Mayli. Nima ham derdik? Kibr bo'lsa o'ziga. Bizga unday narsalar kerak emas. Angerstack server bu Artikra serverning oldingi kartasi. Bu yerda bemalol kirib o'ynashinglar mumkin. Server hali ozgina narsasi bor, ozgina. Kamchiligi bor bitta. Mana. Bu yerda hali mana bu narsalar bitmagan va donat keyslar yo'q. Bu serverda mabodo o'lib qolsanglar, nima deydi misol uchun? PvP qilayotganingda o'lib qolsanglar, bu yerda paydo bo'lmaysizlar-da. Bunda men o'ldim, misol uchun, pastda paydo bo'lasizlar. Bunda tushib ketasizlar. Shunisi bitta bug bo'lib qoldi. Va endi sizlarga hozir ko'rsataman o'sha joyni. Nima qilamiz? Hozir koordinata ko'rsataman, mana sfera mana ko'rishinglar mumkin. Sfera Andromeda, yaxshi narsalar imperator mana. Qilichda ham zo'ri imperator mana. 3 qaziydigan ketgan midik, agent, победитель, o'zimda yo'q narsalar. Mana Shulker mana. Endi mayli. Buni ham ichida ko'p narsalar bor. Ishonmasanglar hozir ko'rsataman. Mana. Kerak kayf qilasizlar. Hozir koordinata aytaman, ustini yopib qo'yaman. Agar usti yopilgan bo'lsa, mana shunaqa Astreya bilan buni men qo'yganman. Agar Astreya bilan yopilgan bo'lsa, usti sfera Astreya bilan. Agar boshqacha sfera bilan yopilgan bo'lsa, umuman bo'lmayman. Shunisiga ahamiyat beringlar. Va koordinata ko'rsataman. 1 2 3. Mana. Agar ko'rinmaydigan bo'lsa, hozir o'zim chatga yozaman. Mana koordinata ko'rishinglar mumkin. Mana shu koordinataga men yashirganman. Bemalol serverga kirib ko'rishinglar mumkin. Koordinatani opsiyada ham yozib qo'yaveraman, agar qiyinchilik tug'dirsa. Do'stlar, hammaga xayr, video tugadi. Sizlarni shu serverda kutib qolaman. Nikim Rayhona. Narga akkauntim ban bo'lgan chunki. Hammaga xayr, keyingi videogacha ko'rishguncha.